Salom. Jasur fermer o'z kanaliga xush ko'psizlar. Bugun Qodir akamning fermalarida mehmondamiz. O'sha sizlar bilgan mashhur Adliya arzu qilgan ekansiz. Qani mosa ketdi. Mana Adliya o'g'illarimiz qumlar qo'yib mana turkan bo'lib qolishibdi. Aka, nechta to'g'dan nechta tuxum olyapsiz? Assalomu alaykum obunachilar. 46 ta to'g'dan 33 ta tuxum olyapman. Kuniga. Hozirgi vaqtda qishin yozim men shunaqa tuxum oldim shu to'g'lardan, adliyalardan. Bular sovuqqa chidamli, go'shtga tuxumga yaxshi to'g'lar ekan. Men shularga qiziqdim. Immunitet qanaqa ekan? Immunitet zo'r ekan, baland immunitet. Kuchli ekan, sovuqqa chidamli ekan. Men odamlarga shuni tavsiya qilaman. Boshqasini bilmayman. Men shunga ishqiboz bo'ldim, shuni boqyapman. Tolki tuxumini olib, o'zini inkubator olganman. Inkubatorda jo'jalarni ham chiqaryapman. Siz bungacha boshqa to'g'lardan ham boqib ko'rdingiz? Boqib ko'rdim, bular bunaqa effekt bermadi menga. Menga yoqqani mana shu bo'ldi. Qishda ham, yozda ham. Qonni shunaqa. Mana akalar, ko'rib turganlaringda Abdulloh tuxum deyapti, mana o'tirib. Tuxum qopdi. Ular hammasi ko'rib qopdi. Turk bo'lmaydi. Peshindan keyin shu men 1 kilodan oshiq tuxum yig'ib chiqib ketaman jetdan. Har kun. Demak, sizda aka buni tuxumlari bor sotuvda, tuxumlari bor sotuvda, tayyor jo'jalari ham bor. Xohlaganlarga inkubatorim ham bor, chiqarib beraman jo'ja. Inkubator xizmatlari hammasi bor. Hammasi bor. Xo'p do'stlar, vaqtdan unumli foydalangan holda Qodir akam qaytganlaricha men sizlarga adliya to'g'lar haqida ma'lumot berib turaman. Biz keldik, klientlar ham orqamizdan tinmasdan kelyapti. Qadamimiz qo'y qadam kelishli. Videoni qo'yganimizdan keyin fermada to'g'ri ham qolmaydimi deymanda. Xullas, adliya to'g'lari yeriga o'rtacha 220 tadan 250 tagacha tuxum beradi. Immuniteti juda ham kuchli to'g'ri, jo'jasi ham, misol boqsangiz, hali o'lish holati kuzatilmaydi pashta jo'jadada. Agar misol tuxumdan nogiron yo boshqa holatda chiqmasa, jo'jasi o'lmaydi o'zidan o'zi bilan. Jo'jasi juda ham baquvvat, ham u tez yetiladi bu to'g'ri. Tez o'sish shunday xususiyati bor bu to'g'rida. O'shaning uchun tavsiya qilaman. Boqsangiz baraka topadigan, nima deydi, oilaga qilib qo'ysangiz daromad keltiradigan tovuq. Endi kimdirlar aytishi mumkin, menga ham hali vaqtida aytishgan, tovuqdan ham daromad qilsa bo'ladimi? Ya, albatta bo'ladi. Nimasi yomon? Halol kasb. Xo'p, buni ish qilmaydigan bir bahonachi dangasalar aytadi xolos. Xullas, gazini bosinglar. Agar maslahatlar kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar. Hurmatli obunachilar, mana Qodir akamizning inkubator xizmatlari ham bor. Agar Qo'qon territoriyada akalarimiz, ukalamizga mana shu inkubator xizmatlari kerak bo'lsa, behijolat ochilib berishaveradi. Tuxum yaxshi bo'lsa, inshaalloh 90% gacha ochyapti ekan o'zlariniki. Mana ichlariga tuxumlarni ham to'ldirib qo'yishibdi. Bu nechtalik Qodir aka? 350 talik bular. 350 talikdan sizda hozirda ikkita bor. Ikkita bor, ha. Hozir 350 talikda sopmaydi hozir. Aha, bu to'la. To'la bu. Mana xudo xolasa zakaslari ko'p ekan. Mana akalar, keyin Qodir aka, sizda bu adliya jo'jalari necha kunlikdan necha oylikgacha qilib berish imkoniyati bor. Mana ko'rib turibsiz, bu adliya jo'jalar har xil yoshda ekan. Menda endi shu 2 oylikgacha qilib beraveraman. 2 oylikgacha berish imkoniyatingiz bor. Imkoniyatim bor. Mana akalar, ko'rib qo'yaverasizlar. 10 kunlikdan boshlab 2 oylikgacha qilib berishadi. Zakaslaringga qarab oldindan lekin zakat tashab qo'yasizlar. Hatta endi biz ishqibozchilikka boshqachalardan ham tashlab qo'yganmiz, o'zimiz uchun ishqibozchilikka. Biz aslan navbatda o'sha adliyalar. Bizda adliya, Kuchenskiylar bizda aslan. Demak, aka, broderlarni ham chiroyli qilib yasab qo'yibsizlar. Ha, ularni o'zimiz uchun qilib, ishqibozchilikka o'zimizga qilganmiz. Aha. Mana akalar, ko'rib turibsizlar. Broderlarni ham havasga yasab qo'yishgan ekan. Agar mana shunaqangi broderlar kerak bo'lsa, qanday yasashgan, kim yasab bergan, ulardan bemalol ma'lumot berishadi, kerak bo'lsa. Mana jo'jalarimiz hali issiqligidan maza qilib yayrab yotishibdi. Ichida grasnilar hamma yog'i bor.
hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek Qodir akamizni adler jo'jalarini 10 kunlikdan boshlab 2 oylikgacha boqib berish imkoniyatlari bor ekan. Kimga necha kunlik, nechta aka sonini farqi yo'q-a? Farqi yo'q soni. Misol 5 ta olishadimi, 100 tami? Farqi yo'q. Qo'llagancha kelgan mijozlarni hapag'ini jo'natamiz. Inshaalloh. Chunki hamma pulga sotib oladi, imkoniyatidan kelishib. Hali bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Kimga nechta kerak bo'lsa, uzoq viloyatlar bo'lsa, kelishilgan holda dastavka qo'yamiz. Dastavka qo'yiladi. Bexijolat unisi. Meni o'zim aka bu adler jo'jalardan rosa boqqanman, adler tovuqdan. Meni o'zimga yoqqan tomoni buni aka, buni yashashi 90-95% ga bo'lganda jo'jalari. Juda pateriya yo'q bo'lgan pashtemanda. Hali bir sabab bo'lib o'lmasa, bu o'zidan o'zi hali o'lim holatlari kuzatilmas ekan. Sizda qanaqa bo'ladi? Menda ham xuddi siz aytgandek, sovuqqa chidamli ekan, tuxum berishlari zo'r ekan, pateriya yo'q, yaxshi pateriya, unaqa emas. Buni qolgan jo'jalarga qaraganda, zotlarga qaraganda bunda pateriya zo'r. Tuxum berishi ham? Tuxum berishi ham zo'r. Qishni yozin bir xil tuxum beradi. Meni o'zim ham boqamanki, bu qishda ham hali to'xtamaydi. To'xtagani yo'q, ha. Hali maza qilib boqadigan tovuq, kimdir hali uyiga ro'zg'orga tovuq qilaman desa, hali ro'zg'or bor, ha. Bemalol tavsiya qilasiz. Tavsiya qilaman, ha. Misol, meni o'zim ham do'stlar boqqanim uchun sizlarga tavsiya qilaman. Mana xohlasalaring jo'jalardan olib boqinglar. Tuxumda tovuqlari kerak bo'lsa, o'zimga aloqaga chiqsalaring, topib berishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Mana birodarlarni ham akalarimiz juda chiroyli qilib, hali havasga qilib, yasab qo'yishibdi. Hali kirib, miyaga dam berib o'tiradigan joy bo'libdi-da aka o'zi ham. Shunaqa. Mana akalar bu Barnaveldir Zalotoy Cerebro degan tovuq. Buni bir internetda men o'zim videolarni qo'yganman, obzorlarni yana bir qo'yaman. Juda chiroyli tovuq, dekorativ tovuq. Buni ham hali nima deydi? Ishqibozchilikka uyimga bir chiroyli tovuq bo'lsin degan hoji akalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. O'zim hali ota-onalarni sizlarga ko'rsataman. Keyin juda o'zining yo'lida chiroyli tovuq. Endi adlerda hali sert tuxum bo'lmasa ham, lekin hali uyga chiroyga ishqibozchilikka olingan. Hali bir dachalarga tashab qo'yaman degan. Dachalarga mana shu yerda qo'yib olamiz, chatlarda yuradi. Xo'p, jo'jalarimiz lekin yashayapti maza qilib. Birodarga gap yo'q. Mana birodar sog'ligidan jo'jalar oyoqlari cho'zilib yotibdi. Mana shular 15 kunlik atrofida hamma emlamalarni qilib qo'yishibdi. Faqat olib boqib olish kerak xolos. Hozirgi bahorgi jo'jalar immuniteti kuchli bo'ladi. Hozir olib boqsalaring, o'zi shular yozga tuxumga kiritdi. Bahor keldi, jo'jalar sezoni boshlandi. Mana akalar, Qodir akamiz hali kichkina jo'jani olib o'ldirib qo'yaman deb hali qo'rqqanlar uchun mana tayyor, ashti 35 kunlik jo'jalar qilib qo'yishibdi. Ochig'im bu jo'jalarni ko'rib 2 oylik bo'lsa kerak deb o'ylaganim Qodir aka. Yo'q, bular 30 kunlik jo'jalar. Mana passiyani yonida yemlab turibdi. Bularni nima bilan boqyapsiz, akasi? Bularni men start bilan boqyapman. Start to'xtatib hozir 7 xil vitaminli yem olib keldim. Zo'r aka. O'shan bilan makka aralash, hamma soya, hammasi bor ekan ichida. Mana akalar, Ramazonga aksiya qilishyapti Qodir akam. Hali menimcha bu yaqin o'rtada bunaqangi narx eshitgan yo'q. Mana shu jo'jalar holatini ko'rib turibsizlar. Bashta to'g'ri olib qo'ygan. Mana shularda aka optimiga nechta pul berib yuboraman deyapsiz, soni nechta? Optimaga bitta soni 170 ta, 180 ta. 180 ta. Optimaga bir joyga bo'lsa 50 ming so'mdan berib yuboraman. Gap yo'q aka. Hali yaqin o'rtada men so'raganimda 10-15 kunlik jo'jalardan 40 ming so'm baho aytishyapti aka. Siz pastki bulardan olgan odam maza qilib boqadi xolasda tayyor bo'lib qo'ydi. Biz aksiya qildik. Ramazon oyiga, ro'za Ramazonga aksiya. Soni 170 dona. Kimdir hali olib, uchastkam bor, fermam bor, olib tashab qo'yaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, bitta telefon qilinglar, hammasini olinglar. Mana optimiga bo'lsa 50 ming so'mdan berib yuboraman. Emlangan, tayyor. Hamma yo'q qilingan, vaksinalar qilingan. Vaksinalar qilingan hammasi. Jo'jalarni men ko'rib turibman, ko'p foiz bitta, kami 80% makiyon ko'ryapman. Xo'roz pashti kam. Mana o'zlaring hali video davomida kuzatishingiz mumkin. Hali puliga arziydigan narsa nimaga berishyapti akam? Joy bo'shatish kerak ekan. Akam dehqon odamlar mana inkubatorlarni ko'rdilaring, inkubatorlar to'la turibdi. Uka deyishdi, mana men joyimni bo'shatishim kerak deyishdi, bularni sotib olishim kerak deyishdi, o'shanga Ramazon oyiga mayli deyishdi, aksiya qo'yamiz deyishyapti. Mana ulgurib qolinglar, shunchaki bomba. Mana Kuchinskiy yubileyli jo'jalari ham kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar.
Kuchenskiy haqida ham alohida video qilganman, obzor qilganman. Kuchenskiylar ham bor ichida. Do'stlar, like va podpiska ishdan chiqmasin, yaqinlarga ulashib qo'yinglar.